you walk inside, I pull you closer. Standing with your heart in your hand and your weight on your shoulders. I'll be waiting when emotion takes over. I'm going nowhere, come closer to me. I'll be waiting when the seasons grow colder, and as we grow older, and I'm closer to you, closer to you, closer to you. Clouds above me, getting darker. Where do these things go? All these feelings, can't ignore it, but I want you to know. Every time I walk inside, you bring me closer. I'm standing with my heart in my hand, with my head on your shoulder. I'll be waiting when emotion takes over. I'm going nowhere, come closer to me. I'll be waiting when the seasons grow colder, and as we grow older, closer to you, closer to you. Ooh, ooh, closer to you. I know you're getting stronger. We'll take it day by
davramizga kelinimiz bilan kuyovimiz kirib kelmoqda. Marhamat, qo'llarimizni turib yaxshi kutib qolamiz. To'ylar barchamizga muborak bo'lsin. Marhamat.
Aziz do'stlar, kelin bilan kuyovni hakka bitta chiroyli qildirasiz, qaziya chalib qo'yinglar. O'tirishlarga ruxsat bering, marhamat o'tirib davraga to'y bollarimizni taklif etamiz, marhamat. Chalaylik. Assalomu alaykum. Muhtasham koshonamizga qadam ranjida qilgan aziz va muhtaram mehmonlar, qadamiylari hasanat azizlar. Bugun go'zal oqshom, yaxshi niyat, to'y tomosha kelgan barcha mehmonlarimizni qo'y qadamlari bilan bugun kelin bilan kuyovlarimiz, ularning ota-onalariga bo'lgan hurmatlari, qolaversa farzand dunyoga kelgan ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ummat qilingan haqiqat to'ylariga xush kelibsizlar. To'y egalari G'ofurjon aka hamda Saodatxon opamizning farzandlari, Olovdin aka, Halijon aka hamda Muharramxon opamizning farzandlari, Ishqoylaxon opamning farzandi Bekzodbek, Elmurodjon aka hamda Gulnoraxon kelingiz farzandlari Nilufar xonlarning nikoh oqshomlariga xush kelibsizlar. Bahodirjon aka hamda Ranaxon kelingizning farzandlari Nargizaxon va ularning yo'ldoshlari Shehzodbekning farzandi Muhammad Yusufni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ummat qilingan haqiqat to'ylariga xush kelibsizlar. O'zbek el azaldan to'yni yaxshi ko'radi. Duos to'y, uy to'yda davron suradi. 2 yoshni qo'shmoqlik sabab deydilar vojib. Falonchining o'g'liga falonchi qiz munosib. Yana hamma xolasi har ishni bir yon aylar. Gulni gulga qo'shaydir ikkisin bir jonlar. To'y boshanar qil ayol ovoriy sahsondir. Hojatlar bashas tilagan iymondir. O'zbek to'yi xo'p qiziq. Do'st yaronlar qoshingda nikohdan beshikkacha 40 marosim boshingda. Bo'lgilay tanti elam qadamingga qul bo'lay. Bir sabab deb qilgan yo'llaringga yo'l bo'lay. Aziz do'stlar, bugun to'y tomoshamizni yaxshi niyatlarda kelgan barcha mehmonlarimizga xonadon sohibi sohiblari nomidan
xush kelibsizlar deyishga ijozat bergaysizlar. Davramizda esa yaxshi niyatlar bilan udumlarimiz saqlab qolgan holda Hojixon aka davramizda chiroyli niyatlar ochib beradilar. Xudo xolasa bugun to'y tomoshamizga kelgan mehmonlarimizga oxir-fotiha bilan xonadon egalarini chiroyli duolari bilan bugun to'yimizni ochib beramiz. O'run aka, Hojixon aka marhamat davramizga. Bolalar to'ylarim boring bo'lsin sizlarga ham. Shunday kunga yetkazganiga shukr deymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu yo'lchilar xonadoniga qadamdan juda kelgan aziz mehmonlar, yor do'stlar, qarindosh urug'lar, xudoandilar. Hammalaringizni qo'limiz ko'ksimizda boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Xush kelibsizlar. Mana biz kechagi sababchilarni farzandlarimiz Egzodjon suyukli kelinimizni nikoh to'ylariga qatnashyapsizlar. Allohdan so'rardikki, ularning hayot yo'llari ravon bo'lsin, umrlari uzoq, ishlari faroq bo'lsin, qo'shganlari bilan Alloh taoloning qo'shaqarsin. Ularni sevgi avlod qilsin, sevgi farzand qilsin. To'ylarga ularni ilarga yana haqiqat to'ylariga shularga ajoyib farzandlarni bersin-da, haqiqat to'ylariga, beshik to'ylariga hammalaringizni oramizdan hech kim qolmasdan qatnashishimizni Xudodan so'rab qolamiz. Xush kelibsizlar, rahmat Allohga. Salomat bo'lasizlar. Keling, rahmat, o'tirib olasizlar. Allohga bo'lsin. Sizlar bizni hurmat qilaring. Alloh sizlarga rahmat o'tirib olinglar. To'ydan boshlaymiz ochiq davramizda. Bugun to'y qo'shiqlarimiz, yaxshi niyatlarimiz, dilizxonlik nomidagi insonlarimizga mikrofonlarimiz bisyor. Biz esa davramizda Chinor raqs dastasini ilk raqslar bilan boshlaymiz. Marhamat, davomida Chinor raqs ansambli.
ko'zimga qo'ysinmasan, yuragimdan aytgandek yurmasan, nolan ko'zim qalbingga yetmasan, yana tegay. Kecha va ertaga bilan ishim yo'q, mana sendan boshqa tashvishim yo'q. Jonim daragan shu diydoringga aytdim qanday yetay. Mendan saharlar bezor, oqshomu tunlar, charchadim didor. Yozu bahorda sensiz gulzor, yursam o'ylab, dunyoni tashlab qo'ydim.
o'ylagandek mani o'ylaysizmi yo? O'ylamaysizmi? O'ylaysizmi yo? O'ylamaysizmi? Sizlarga muzika kerak emas akalar. O'zlaringizdan gaplashib turibsizlar, saqlang. Baraka topinglar. Assalomu alaykum avvalambor. Bugungi to'y tomoshamizga kelgan barcha mehmonlarimiz. Men negadir kulmay o'tirganlaringga hayronman. Sababi bugun sizlar stomatolog to'yida sizlar aytib qo'ying. Bu yigitimiz Allohga bersam shukur xalqimizni tabassumini chiroyli qiladigan yigitlarimizdan birilar. Shuning uchun bugun hammamiz yaxshi niyatda to'y tomoshamizga kelgan mehmonlarimiz tabassumni o'tishlaring ham farz. Sababiki 2 soat davomida mana shu to'yxonaga kirgan paytingizda
uyingizdagi barcha tashvishlaringizni unutib, bugun Allohga yaqinroq bo'ladigan bir sababiki inson qachon tabassum qo'yilsa, Allohga yaqin bo'lar ekan. Shuning uchun tabassumingizni davom etmaysiz. Men esa to'y tomoshamizda kelin bilan kuyovlarimizga bo'lgan eng ilk hurmatlarini ularning guvohlariga navbat bermoqchiman. Guvohlar tabiiy so'zlarimizni boshlab berishadi, xudo xolasa. Udumlarimizga binoan, sababi bular yosh, lekin yosh bo'lishlariga qaramasdan siz u bizdan ko'ra ko'proq bir vazifani yelkalariga olyapti. Bular kelin bilan kuyovni ahd paymoniga, kelin bilan kuyovni Alloh nomidagi nikohlariga guvoh bo'lyapti. Shuning uchun birinchi bo'lib ularni nikohni hurmat qilganimiz uchun bularga birinchi navbat beramiz. Tabiiy so'zlarimizni boshlab beramiz. Marhamat, hurmatli guvohlar, tabriklarimizni boshlab berasizlar. Kelinimiz dugonalari, kuyovimiz do'stlari, yaxshi yanada bugun guvohlik degan insonlarimiz davrida taklif etamiz. Keling, marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. To'ylarim muborak bo'lsin. Kelinimiz dugonalari ham bugun to'y tomoshamizga yaxshi niyatlarda kelin bilan kuyovlarimizni chiroyli qilib qo'shiq kelgansizlar. Yaxshi tilaklar bilan bir pasga to'xtatib, qo'shiq kuyg'azlarni tabrik uchun kuyov jo'raga beraylik. Balki bu do'sti uchun ko'taradi jon, balki bo'lajak farzandlariga bugun mana shu yerda turib qo'yib beradilar. Kelinimiz dugonalaridan uzr so'rayman, birinchi navbat kuyovimiz ustidan boshlaymiz. Sababki erkak kishining farishtasi ham ulug'loq bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Shunday xush kelibsizlar. Bugun Begzodjon do'stim, sinfdoshim, o'rtog'im, jigarim, akam deb hisoblayman. Shunday baxtli kunida shu yerda yig'ilib turganlaringizdan xursandman. Shu vaziyatdan foydalanib o'rtoq senga baxt, saodat, martabang ulug', ilmiy ziyoda bo'lsin o'rtoq. Soliha va soliha farzandlar bersin. Shu yil keyingi shu kunlari beshik to'ylaringda o'zimiz xizmat qilaylik o'rtoq. Ota-onangning baxtiga har doim sog' bo'lgin. Etaklaring to'la farzand bo'lsin. Ko'p demayman o'rtoq, ikkita o'g'il, 3 ta qiz sen uchun bir tiladim. Yetib qolsa kerak deb umiddaman. Shu vaziyatdan foydalanib o'zimni sinfdoshlarimga ham tezroq uylaninglar deyman. Dileman, shoir opa Olo'dan aka sizlarni ham tabriklayman kelinlar bilan. Shunday baxtli kunlarda. Tabriklayman o'rtoq. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchalarga xush kelibsizlar. Do'stim Begzod, qisqa aytaman, Alloh baxtingni bersin, sog' salomat bo'lgin, baxtli bo'linglar. Shirindan shakar, solih va solih farzandlar qo'ysin. Besh to'ylarda albatta birga bo'lish nasib qilsin. Hammalaringga baxt sog'lik tilayman. Siz o'zingiz shunday gapiring, xudo xolasa ishga o'tib ketasiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, shu yerga yig'ilgan barcha aziz mehmonlar. Bugungi yig'ilishimizning sababchilari bo'lmish dugonajonim Nilfarxon hamda ularning bugundan e'tiboran turmush o'rtoqlari bo'lmish Rezistakamning misol oqshomiga yig'ildik. Ilohim baxtlari ham o'zlari kabi pozitiv, go'zal bo'lsin. Kelinchak iqboli porlab turgan. Ilk bor qadam qo'yding hayot yo'liga, muhabbat qilishdan aylatdi maftun. Jo'r bo'lgan bahoning qiyomatliga. Istagim ko'rmagan xazon fasli, muhabbat nurlari yoritsin yo'ling, sadoqat turlarin tergan aslini, saodat so'zlarini yetsin qoling. Baxtli bo'linglar. Tabriklar deyman. Birinchi marta guvoh bo'lgansiz. Barakalloh, inshaalloh. Birinchi marta menga navbat berasiz. Nasib xudo xolasizlar. Bu so'zlar behurmat yozsangizlar kitobga, men ham ezgu niyatlarim chiqsin deyman. Alloh alayhi qo'shiqlarimizda Nihol Bukovatning savollarida Qur'onda Shahobiddin Mirzahmetov. Because I'm
Salomat bo'ling, rahmat. Aziz do'stlar, bugun to'y tomoshamizda kelin bilan yo'ldan tabriklash uchun avvalambor mahallalari yaxshi niyat bilan kelgan mehmonlarimiz orasida sizlarga ham qo'ygan insonlarimiz bor. Ularga navbat bermoqchiman. Avvalambor kuyov zamonlarning Muqaddamxon hamda Shahnozaxon xonalari Sayyoraxon bu insonlarimiz tabiiy so'zlarimiz bilan bugun to'yimizni davom ettirishadi inshaalloh. Sababi bugun to'y tomoshamiz kelgan mehmonlarimiz. To'yimizning birinchi navbatida, birinchi qismida chiroyli tabriklarimizni in'om aylab olamiz. Ikkinchi qismda esa o'y kulgularimiz davom etadi. Shuning uchun tabriklaydigan, dil-izhor qiladigan insonlar yonimizga kelib bemalol gapirishlari mumkin. Sababi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida sahobalar o'ziga tilagan narsani do'stiga so'rashgan ekan. Ya'ni nima uchun? Sababiki agar o'zingizga bir narsa kerak bo'lsa, do'stingizga aytgan ekan. Shu insonga shuni bergin Allohim degan ekan. Bir farishta bor ekan. Farishtaning qiladigan ishi siz Allohdan nima so'rasangiz, kim uchun nima so'rasangiz, o'zingizga ham shu bo'lsin deb turar ekan. Shuning uchun har doim to'y tomoshamizni, tabrik so'zlarimizni namoyish paytida kelib bilan ko'ylarimizga yaxshilik so'ranglar, o'zingizlarga kerak bo'lgan narsani so'ranglar inshaalloh. Videolar bo'lsa, salom xush kelibsizlar. Ko'ylarim boy bo'lsin, marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, opa-singillar, aka-ukalar, akajonim ham Alodinjon va kelinim, singlim Shoiraxonning aziz, hurmatli mehmon hamda mezbonlari. Bugun Po'latovlar xonadonida yana bitta tantana. Bu tantananing sababchilari mana shu davraning to'rida taxtida o'tirgan eng shirin, eng mehribon, eng chiroyli, aziz, hurmatli, bilimdon, o'rsak geniy Nenejanim Begzodjon hamda uning bugundan boshlab umr yo'ldoshi Nilüferxonlarning baxt oqshomiga mana sababchi bo'lib o'tiribmiz. Bularning baxtiga men Allohdan shuni so'rayman, ko'z tegmasin. Bularning baxti boqiy bo'lsin. 90-100larga kirishsin. Oilalari vatanimizda, mana shu yurtimizda eng havas qiladigan oila bo'lishini istab qolaman. Begzodjon, yoningdagi yoring bilan baxtli bo'lgan, qo'sha qaragin. Dadajoningni, ayajoningni, Nilüferxon ayasi hamda dadajonini hurmatli o'g'li hamda qizi bo'linglar. Hayot yo'llaring ravon bo'lsin. Allohdan birda so'rasa, ming bersin sizlarga. Mingda so'raganlaringda tuganmas berishini xohlayman. Yana kelish shukrlarda aziz jiyanim Nilüferxon shirin farzandlarni ota-onasini Allohdan nasib qilishini so'rab qolaman. Baxtli bo'linglar. Sizlar bu kelajak avlodga sog'lik, salomatlikni bandalarga, insonlarga ato etasizlar. Bu hayot yo'llaringdagi mana shu mashaqqatli mehnatda charchamanglar. Qo'llaring tolmasin. Har doim elni nazarida yuringlar. Allohning nazarida yuringlar. Baxtli bo'linglar. Ukajonim sizlardan faxrlansin. Faxrlanib yursin. Baxtli bo'linglar jonim. Baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum, shu yerga yig'ilgan aziz mehmonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Akajonim, Kelinoyim Shoiraxon, ularga ham rahmat. Sizlarga shunday chiroyli noz ne'matlarni qilishgan, olib yeb ichib o'tiringlar. Jiyanim Begzodjon va ularning rafiqasi Nilüferxonlarning baxt oqshomlariga yig'ilgan ekanmiz. Men ularga faqatgina baxt tilayman. Allohdan ilohim shirin farzandlar so'rayman. Baxtli bo'linglar ilohim, jigarlarim. Mana shu yerda yana bir shiringina jiyanchamizni to'ylari ular katta yigit bo'lsin, xalqimizga, yurtimizga xizmat qilayotgan shirin farzand bo'lib unib o'ssin, ota-onasiga hamisha yurtdosh bo'lsin. Hammalaring xush kelibsizlar deyman. Assalomu alaykum aziz davra qatnashchilari. Mana bugungi davrani sababchisi bo'lmish jiyanim, ta'riflariga so'z ojiz, barcha yaxshi tilaklar mujassam bo'lgan Begzodjonim va shu begimotning eng oldi qizi, eng go'zal husni kelinimiz. Kelinimiz emas, bugundan boshlab qizimiz deb tan olamiz. Ularga baxt, saodat, kelgusi ishlarda ulkan zafarlar tilayman. Dunyodagi barcha yaxshiliklarni sizlarga tilayman. Bundan tashqari mana jiyanim Sherzodjon, uning farzandi bugun Muhammad Yusufning
nevaralari juda ham ko'p bo'lsin. Rahmat. Xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar. Eshitdilaring nima degan? Katta bo'lsam deyapti. Shunday she'r yozayki deyapti. Yurtimiz tarixini bilay deyapti. Sababiki Muhammad Yusuf bekor qo'yilmagan. Bilasizlar, chiroyli narsa. Sababiki bir xonadonda agar Muhammad ismli farzand bo'lsa, bu xonadonda baraka bo'ladi har doim. Shuning uchun unga ham so'zi, unga ham nafasi, unga ham chiroyli go'zal niyatlar qilish kerak. Shunday ekan, to'y tomoshamizdan keyin Alloh nasib etgan kunlari kelin bilan kuyovimizga ham xuddi shunaqa go'zal chiroyli farzandlar nasib etsin. To'yimiz davom etadi.
Aziz do'stlar, bu boshlanish qabulda qolasi. Sababi bugun tabrik so'zlarim juda ham ko'p. Kuyov bolani topsang shunaqasi topish kerak ekan. Bir deganda bir 5-6 joyda ishlar ekan, xudo xolasa. Qarang. Men bu yigitni tabassum bilan mazaq o'tirishiga qarasam, haqiqatan kulgu uchun olgan ekan bu yigit o'z aslida ishxonasi. Lekin Olmaliq shahrida ishlaydigan joylari bor ekan. Jahongir aka azizga kelganlar, Ismoil klinikasidan kelishgan mehmonlarimiz bor. Redskara o'quv markazi hamda stomatologiya markazi ham bor bu yerda. Tibbiyot akademiyasidan noyob Sanjar kelgan. Mana shu insonlarimiz har birlari, hamkasblari, birga ishlaydiganlari, ustozlari kelishgan. Ushbu insonlarimizni taklif etib olaman. Jahongir aka hamda Azizjon, keling, Azizaxon opa, keling. Bugun to'y tomoshamizda bir chiroyli niyat bilan birinchi navbatdan sizga beramiz, chunki Olmaliq shahridan kelib, shunchalik hurmat bilan kelin bilan kunlarimiz muborakbod etishga kelgan ekansizlar. Alloh sizlarni ham chiroyli ziyorat qilsin umrlaringizga. Marhamat. Keling. Medskar o'quv markazidan kelgan mehmonlarimiz bor. Jamoasi nomida ular ham kelasizlar azizlar. Bu stomatologiyasi ham bor ekan Medskarada. Xuddi shunaqa yo'qmi bunaqasi? Shunaqada ketishdi-yu. Hop. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Muborak bo'lsin, marhamat. Assalomu alaykum. Ushbu koshonga kelgan aziz mehmonlar. Bunga to'y bazmimizning asosiy sababchilari Bekzodjon akajonim, kelinimiz. Tabriklayman. Umrlar uzoq bo'lsin, baxtlarga ko'z tegmasin. Umr yo'linglar doimo ravon bo'lsin. Ushbu koshonada yig'ilgan aziz mehmonlar, Bekzodjon, Farhon, sizlarni bugungi baxtli so'l oqshomlaringizni chin dildan tabriklayman. Bekzod va'da berganim she'r yodlab kelaman. Siz yurgan yo'l hamisha gulzor bo'lsin kelinchak. Sizga boqqan bu ko'zlar xumor bo'lsin kelinchak. Vafoli yor yoningizda ishqi bo'lsin faqat sizga. Uyda yangrab ingalab tinmay ayting, tinmay tebrading belanchak. Kuyov sizga ham baxt yor bo'lsin, orzularingiz osmon bo'lsin. Dunyodagi jamiki ezgu niyatlar hamisha hamrohingiz bo'lsin. Baxtli bo'ling Bekzodjon. Barchamiz kollektivimiz nomidan chin dildan tabriklaymiz. Ushbu sunnat to'y bo'layotgan bolakayni ham chin dildan tabriklaymiz. Ota-onalari orzu qilgan solih farzand bo'lsin. Ilohim baxtini, rohatini ko'rsin. Barchalaringiz uchun rahmat. Bekzod, baxtli bo'linglar. Baraka toping. Juda qiynalgan bo'lsangiz kerak yodlashga. Baraka toping inshaalloh. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana nuqul ayolimga shunaqa va'da beraman. Seni shu she'r yodlayman deyman, lekin biror marta aytmaganman unga. Nuqul xalqqa aytaman she'rlarni. Xolos, umrlar uzoq bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Oldin aka, Jahongirjon, sizni bugun avvalroq qo'yganimizdan xursandmiz.
Robiki mana shu farzandlarimizni ustoz otangdek ulug' deyishadi. Ustoz ekansiz inshaalloh bu yigitimizga shunday ekan, otalar shular biroz tabriklasak bo'lar edi. Rahmat. Jahongir aka, sizlarga mingdan rahmat. Xudo xohlasa mana sizlarning orqalaringdan o'g'lim sizlar bilan ishlab kam bo'lmayapti. Sizlarning yo'llaringizni bersin, topganlaringga baraka bersin. Ilohim sizlardek kamidek sizlardek doktorlar bo'lsin. Xalq xizmatida, doim xalq xizmatida bo'lsin. Sizlarga mingdan rahmat. Ilohim sizlarning yo'llaringizni bersin. Rahmat sizlarga. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qarsakni yaxshi boshqarasizda. Hammaning ham shunaqa yaxshi farzandiga ustoz bo'lsin inshaalloh. Mulla Rasul bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Faqat kelishib olaylik. Agar qish sovuqroq bo'lsa, ustidan xalat kiyib bemalol ishlab to'g'ri bo'lasiz. Kelishdik inshaalloh. Demakki, sovg'alarimizni taqdim etib olamiz. Sovg'alar taqdim etib olamiz. Rahmat. To'nlarni keling va jamoaga berib qo'yib. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Rahmat. Sog' bo'linglar. Davom etamiz azizlar. Demak, Medkarak o'quv markazidan kelgan mehmonlarimiz jamoasi bor shu insonimizni, ya'ni Medskulmi? Nega bunaqasi? Nima? Meditsina tayyorlaydigan. Shuni aytdingizda. Meditsinaga bolalarimiz tayyorlaydigan o'quv markazi ekan, kuyov bola shu ishlar ekan. Boydan beri qiynalib qara. Kelinglar, marhamat, hurmatli jamoa. Haqiqatan bular nafaqat tibbiyotda ishlaydigan, balkim markazda tayyorlaydigan insonlarimiz ekan. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Muborak bo'lsin sizlarga. Sherik barakat bersin. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, davra qatnashchilari, to'yning egalari. Bugungi yoshlarimizga dunyodagi nainki yaxshi niyatlar bo'lsa, tilaklar bo'lsa, barini tilaymiz. Bundan tashqari o'quv markazimiz nomidan, barcha jamoamiz nomidan, nafaqat jamoamizni, balkim sevimli shogirdlarning nomidan domlamizni bugungi nikoh to'yi bilan tabriklaymiz. Kelinimiz bilan iloyim baxtli saodatli bo'lsin, vali bo'lsin, sog' salomat bo'lsin, ota-onasini baxtiga, qarindosh urug'larini, do'st yorini baxtiga omon bo'lsin. Umidida shu elni oldida har doim shunaqangi obro'li, e'tiborli va undan tashqari izzatda yuradigan oila bo'lsin. Baxt tilaymiz. Uzoq umr tilaymiz. Qo'shiq aytishsinlar. Assalomu alaykum, hurmatli to'yimizni qatnashchilari. Bugun ukamizni Bezojonning hayotdagi eng go'zal kuni turmush qurgan Islom kechasi bilan tabriklaymiz. Ilohim qo'sha qarsin, o'zlaridan ko'payib, yosh avlodni Xudo xolasa O'zbekistonga eng chiroyli, eng go'zal shaklda tarbiyalashda davom etsin. Har doim niyat qilardim, Bezojonda ota-onasiga bir rahmat aytish ko'nglimda niyatim bor edi. Sababi Bezojonda shunaqangi chiroyli, xulq-atvor, mehnatga chidamlilik, mashaqqatlarda sabr bilan chidab bera oladigan darajada go'zal bir xulq bilan tabriklab tarbiyalaganim uchun har doim havas qilaman. Xudo xolasa bizda ham farzandlarimiz shularda bo'lib yursin. Ularga ming marta rahmat aytaman. Rahmat. Sog' bo'linglar. Azizlar, sizlarga ham sarfolar bor. Sababiki bugun mana shu to'y tomoshamizga kuyov bolamiz yaxshi niyatlari bor. Ustozlarga nima qabul. Mana shu qabul borasida marhamat. Qabul bo'linglar. Mana balonlarga burasida. Keyingi safar o'zbekcha musiqa qo'yinglar, muborak bo'lsin degan. Bo'ldimi? Rahmat, sog' bo'linglar, umringiz sog' bo'lsin. Azizlar, tanishib olinglar, yana bir yigitimiz bor ekan. Bular tibbiyot akademiyasidan yosh doktor deyishdi. Yosh doktor, o'zi ismlari ham Noyob ekan, Noyob Sanjar. Mabodo kelsangiz, agar eshikni oldiga yozib qo'yilgan bo'lsa, Noyob Sanjar desa, o'sha bolani tanib olasizlar, Xudo xolasa. Bugun shu yerda ekan inshaalloh. Keling, marhamat. Yosh doktorlarimizdan haqiqatan Noyob ekan bu yigit. O'zimizda oddiy yigit ekan. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Baraka topinglar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Marhamat,
Avvalambor assalomu alaykum barcha mehmon va mezbonlarga. Mana bugun do'stimiz, qadrdonimiz Bekzod o'rtog'imizni to'yi ekan. O'rtoq kelin bola bilan baxtli, saodatli bo'lgan, uzoq umr ko'ringlar. Vali juvali bo'lib, o'zingizdan o'zingga o'xshagan, aqlli, shunaqa do'st bo'ladigan farzandlar qoldirgan. Allohim o'zingizga qoriya farzandlar nasib qilsin do'stim. Yana bir bor tabriklayman. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun ajoyib misol oqshomidan yig'ilib turibmiz. Mana eng yaqin o'sha qadri, ya'ni qaddidan baland do'stim Bekzod bo'ladi. Mana birinchi. Men bu bolaga besh ketganim, bu bolani asosiy o'ziga xususiyati yetakchilik, ya'ni boshqaruvchilik, bizga o'xshagan, biz mana shu yaqinlarni o'lcha kirishga sababchi bo'lgan bola shu bola bo'ladi. Shu tomondan hurmat qilaman o'rtog'im. Biz har bir odamni o'zini orzu havasi bilan men bugun o'sha orzu havasidagi eng birinchi qadamda turibdilar. Do'stim, shu orzu havasingiz, ya'ni sizni kelajakdagi o'sha har bir insonni o'zini orzusi, ya'ni o'z umoni bo'ladi. Dengizchi sifatida ko'radigan bo'lsak, o'sha sayohatga bugungi birinchi qadami o'zlarini kemalarga chiqqan. O'sha kemalarda oxirigacha parvozlar, sayohatlar bo'ladi. Oyna yangi yil shu yaxshi ish kunlarda oldinglarda ko'rishlik, turishlik nasib bo'lsa, taklif qilsanglar shu bo'ladi. Do'stim, rahmat sizga. Ajoyib mehmondoshlik uchun yaxshi kunni ko'rishingizga rahmat abo. Bundan ko'p gapirgan nuqtada birinchi marta ko'rishim. Psixolog bo'lsangiz kerak-a? Stomatolog bo'lsangiz. Umumiy-mi? Ha, o'shanchalarga inshaalloh. Terapevtlar ko'p gapiradi, bilasizlarmi? O'tirib oling, bemalol yozaveradi, lekin yozgan hech kim tushunmaydi-da. Inshaalloh umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi niyatlar, tabriklab qo'yasizlar. Keyin bilan ko'da oldiga borib suratlar tushiramiz, niyatlar. Biz esa davom ettiramiz azizlar. Hali charchab qolmaylik, sababki hozirgina aytildi. Tarbiyasi zo'r yigit dedi. Men bu narsani bilaman azizlar. Ota-ona uchun eng katta mukofot nima? Nima deb o'ylaysizlar? Ota-ona uchun eng katta mukofot farzandlarini boshqalar tomonidan maqtalgani. Agar farzandingizni boshqa odam kelib sizga maqtasa, haqiqatan ham yosharasiz, maza qilasiz. Lekin farzandni ota-ona uchun eng katta mukofoti ham bor. Buni o'zimdan bilaman. Sababiki eng zo'r sanatoriyaga yuboring, eng zo'r restoranga olib kirib ovqatlantiring, eng zo'r joyga borib mehmon qildiring, eng yaxshi liboslar olib bering o'tmas ekan. Agar haftasiga qo'liga naqd pul berib turmasangiz, hammasi bir tiyinaga yetib. Naqd pul desangiz nima uchun degan savol bor. Naqd pul deb. Sababiki ona qachon farzandini yaxshi ko'radi? Qachonki safarda yurgan farzandini tot kelguncha yaxshi ko'rar ekan. Bemor bo'lib yotgan farzandini tot tuzalguncha yaxshi ko'rar ekan. Kambag'al bo'lgan farzandini tot boy bo'lguncha yaxshi ko'rar ekan. Farzandi bo'lmagan farzandini farzand tug'ilguncha yaxshi ko'rar ekan. Deb o'ylab qarasa, ona hammani yaxshi ko'rar ekan inshaalloh. Bunlar uzoq bo'lsa, to'y tomoshamizda men bekorga aytmayapman. Bekobod ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi bor ushbu davramizda. Men mamlakat topamlar hamda Dorim xonimni taklif etmoqchiman. Bular Ulug'bek akamning hamkasblari, yaxshi niyatdan kelishgan inshaalloh ustozlar. Siz bizga farzandlarimizga musiqadan dars berishga jazm aylagan, bir umrlarini shunga sarf qilgan insonlardir. Bular bugun to'y tomoshamizga mehmon kelishgan. Qolaversa, bugun Shoiraxon opamning kursdoshlari bor. Hamma kursdoshlari bor inshaalloh. Hammalar chiqishadi inshaalloh davramizda. Sababki Shoir opam Toshkent davlat universiteti tarix fakultetini bitirganlar. Hozir o'sha Shoir opamni o'qigan insonlarimiz hammalari Allohga shukr, shaharimizda, yurtimizda eng katta lavozimlarda ishlashyapti. Hali o'zlaridan eshitasizlar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Avvalimiz rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Alovadan qanisiz? Наконец-то Alovadan to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu o'tirganlar hammasi baxtli bo'lsin. Hamma o'tirganlar to'yga erishsin. Sizlarga baxt tilayman. Sog' salomatlik tilayman. Ko'p farzandli bo'lsin. Keliningiz qizdek bo'lsin. Bizning kollektiv nomimizdan ozgina bizga sovg'a. Kelmagan odamlarga biz keldik. Nasib qilganingiz sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum azizlar. Mana hozir juda ham chiroyli tilaklar bo'ldi. Mana aytyapsizlar. Aqlli, tarbiyali. Nima sabab? Domla juda ham musiqali, hurmatli ustoz, onalari Shoiraxon. Bunday aziz insonlarda farzandlari ham shunaqa tarbiyali, ilmli bo'ladi-da.
Ular sizlarda ham farzandlaring xuddi o'zlaringga o'xshagan, ota-onalaringga o'xshagan bo'lsin. Dunyoda nima niyat qilgan bo'lsangiz, olovdan domla. Domlajon, nima niyat qilgan bo'lsalaring, niyatlaringga yetinglar. Nevaralar qo'yaversin, sabr ko'payaversin. Nimaki mana shu dargohda mana juda ham chiroyli tilaklar bo'ldi, hammasiga qo'shilamiz. Yoshlarimiz baxtli saodatli bo'lsin, kelajagimizni xor bo'lsin. Domlajon umrlar uzoq bo'lsin. Shoiraxon bilan baxtli bo'linglar, farzandlarga, nevaralarga, chevaralarga bosh qo'ying. Mikrofon menga pul ularga iltimos tarix fakultetida kelgan kursdoshlari Shoiraxon opamni kelgan marhamat. Men bekorga aytmayapman, sababiki bugun to'y tomoshamiz haqiqatan ham shunaqa aqlli so'zlar, aqlli niyatlar qilinadigan joy. Sababi Shoira opam Begobod shahar hokimini o'rinbosari bo'lib, necha yil xotin qizlarimizga bosh bo'lib keldilar inshaalloh. Chunki ana shu davrlarda qancha xalqimizni yaxshi kunlari, yomon kunlari boshqargan, lekin o'shanda turib bergan, o'sha yerda mehnat qilgan insonlarimizdan birilar. Men davramizga kursdoshlar taklif etaman. Kelinglar, marhamat, hurmatli kursdoshlar. Tarbiya jihatdan narsa aytib beraman. Oxir bo'lam hazratlari o'g'illari bilan qizlariga 2 xil pul berar ekan. O'g'illariga 20 so'm bersa, qizlariga 50 so'm berar ekan. Keyin ayollari so'rabdi, dadasi nima qilasiz desa, "Ya siz bilmaysizmi?" dedilar. "Yo'q, bilmayman, siz o'rgatib qo'ydilar." Mani bobomni qilgan bitta ishi bor deb, qanaqa desa, qiz bolani debdi, yo'qchilik buzadi. O'g'il bolani to'qchilik buzadi degan ekan. Shuning ekan bu farzandlarini tarbiya qilishda bundan-da zo'roq fikrlarni, bundan-da zo'roq niyatlar qilishga, shu niyatlarni bugun davrangiz kelishgan. Kelinglar, marhamat. Tarixchilar, kelinglar. O'rtaroq kelinglar. Shuncha odam o'qiganmisizlar. Kammi? Sizlar paytda kontrakt bo'lmagan-a? O'shan uchun. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, Bekobod shahrimizning aziz mehmonlari. Mana bugun biz siz bilan birga shunday bir ajoyib oqshomning guvohi bo'lib turibmiz. O'g'limiz Bekzodjonning bugun ajoyib mana shu to'yida o'tirar ekanmiz. Bekzod bu qizil kitobga yoziladigan noyob yigit. Butun eng yaxshi iqtidorlar Bekzodda mujassam. Bugun men Bekzodning to'yida ta'zim bilan Bekzodga rahmat aytaman. Bekzodning sharofati bilan qizim o'qishga kirdi. Bekzodda yigitni kuyov qilish bu har bir onaning ajoyib orzusi. Shoiraxon bilan men 1985-yildan buyon qadrdonlik qilaman. Ikkalamiz 8-sinfda o'qigan paytimizda Respublika olimpiadasida tanishib qolganmiz va bu qadrdonligimiz mana 39 yildan buyon davom etyapti. Shoiraning dilband farzandlari Sherzodjon va Bekzodjon meni ham farzandim. Mana bugungi ajoyib oqshomida mana shu kelinimizning peshonasi yarqiragan qiz ekan, shunday Bekzodday kuyov nasib qildi. Bularning baxti bekam bo'lsin, farzandlari solih farzandlar bo'lsin. Bekzodjon bugun Sherzod akam kela olmadi. Sherzodning nomidan ham bugun senga men tabriklarimni yo'llamoqchiman. Shoiraxon Aloddin aka, bugungi farzandlaringning kamoli muborak bo'lsin. Ilohim har doim xonadonlaringda mana shunday Bekzodday yigitlar nasib qilsin. Shoira o'rtoq, qizim yo'q deb o'kinma, seni ikkita kelining albatta sening qizlaring. Bugun kursdoshlarimiz mana men Surxondaryodan Tog'li Boysundan yetib keldim Bekzodning ajoyib kuniga. Hammalaringga Boysunning musaffo havosidek, Boysun chinoridek uzoq umr tilayman. Mana shu yerda o'tirgan, to'yda ishtirok etayotgan hammaning xonadonida Allohning o'zi baraka yog'dirsin. Hammalaringga sog'lik tilayman. Bekzodjon, chiroyli kuning muborak bo'lsin bolam. Salomat bo'ling, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Kelin bilan kuyov tabriklab qo'yasizlar, borib suratga tushib olasizlar. Marhamat, hurmatli onajonlar. Davom etamiz tabriklarimizni. Har yilgi 22 ta tabrikim bor. Bemalol o'tirib bugun tabrikni o'tadi Xudo xolasa. O'ylayapsizlar-ku, baribir. Nasib o'tiribsizlar Xudo xolasa. Yaxshi niyatlarda. Demak, davramizda hokim yordamchilari O'g'layb hamda
Hasanboy aka to'y tomoshamizni davom ettirishadi, bular gapirmasa bo'lmaydi. Undan keyin Toshkent shahar stomatolog hamkasblar bor kuyovimizda. Mana shu so'zlarimizdan keyin o'yinlarimiz boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? To'ylar muborak bo'lsin mashg'ulotlarga. Shoirxon bilan biz hamkasbmiz. Hokimiyat nomidan barcha kelmagan xizmatdoshlarimiz nomidan avvalasi hammalarini tabrik yo'llaymiz. Baxtli bo'lsin. Mana shu 2 yoshda orzu havasini ko'rib, Xudo xolasa qo'shganlar bilan qo'sha qarsimlar. Nima yaxshi niyatlarimizni niyatlariga yetsinlar. Assalomu alaykum hurmatli uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana shu bugun Shoirxon xonadoniga dunyodagi jamiki yaxshi niyatlarni tilak bildirib kelgansizlar. Hammalaringizni nomilaringizda Shoirxon shu bugungi baxtli kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Sizga yana mana 2 ta qiz muborak bo'lsin. Qizlaringiz xuddi o'zingizdek mo'min, qobil, aqlli, farosatli O'zbekistonimizga kerakli bir oilalarni kengaytirsin. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. To'y bolalarimiz ham katta bo'lsin. Yaxshi kunlarga kelib yurishimizga nasib qilsin. Ozgina bo'lsa ham O'yinlar zo'rsiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Qani stomatologlar hamkasblari bugun to'y tomoshamizga mehmonlarimiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu fayzli oqshomga yig'ilgan barcha mehmonlar, mezbonlar, do'stlar. Bekzod, assalomu alaykum o'rtoq. Avvalambor mana shu baxtli kunga bizni taklif qilganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Shu oqshomda, shu baxtli kuningizda yoningizda bo'la olmagan ma'lum bir sabablarga ko'ra do'stlaringiz nomidan ham baxt tilaymiz. Hamisha baxtli bo'linglar. Kelajakda solih farzandlarga ota-onalari bo'lib, bilimlaringizni bundan-da ko'p qilib, shogirdlarga ulashib, ham o'rganadigan, ham o'rgatadigan insonlardan bo'lib yurishligingizni tilak bildirib qolamiz. Baxtli bo'ling o'rtoqlar qurbon. Salomat bo'linglar. Rahmat. So'nggi go'zal bo'lsangizlar. Bugun haqiqatan ham tabrikimiz juda ham ko'p. So'nggi tabriklarimiz ham bittasi Shoir opamning jiyanlari, Bezodjonning opalari bugun davran bitishib yurishgan. Bu insonlarimiz bitta chiroyli bilan tabriklab ketaman. Undan keyin raqslarga davom etaman. Keyin marhamat. Keling. Bular 21-asr kelinlari Xudo xolasa nasib inshaalloh. Keling, tezroq kelasizlar. Bizlar bugun to'y tomoshamizni haqiqatan ham yaxshi niyat bilan kelganmiz. Boshqa kelinglar, ular keladiganlar bemalol kelishadi. Bekzodjon, yigit boshing joynamozdan boshqasiga egilmasin. Har doim omadingni bersin. Yana biz enajonimga rahmat demoqchimiz. Bizni mana shunaqa tarbiyalab, hammamizni aql qilib, bir joyga yig'ib yurgani uchun enajon sizga rahmat. Otam aytganidek, Bekzodda 10 ta ayol bo'lsa, bittasi sizsiz, bitta bo'lsa ham bittasi siz.
Александр, я тебя поздравляю с днем свадьбы. Мне немножко неудобно, но я желаю самое главное, чтобы уважение были друг к другу. И большое счастье вам. Akacanım, Allah sizi bahtli, hayırlı umur versin, hayırlı oila kısımlardır. Salomat bo'linglar, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Haqiqatan ham bugun enajonlarni tabriklagani juda ham yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa sababki hojonim shu yerdalar Allohga hisob shukrlar duolarni qilib turishdi. Bir o'lim to'shagida yotgan odamdan so'rabdi. Nega uylanmading umring oxirigacha desa, men o'zimga ideal ayol qidirdim debdi. Topolmadim desa, topdim debdi. Hop, nega shunga uylanmading desa, u ham o'ziga ideal erkak qidirib yurgan ekan. Chunki hech kim ideal emas sizlar. Bugun to'y tomoshamizda yaxshi niyat qilgan insonlar juda ham bisyor edi. Lekin ularning aksariyatini kelgan mehmonlarimiz orasida endi esa qo'shiqlarimizga navbat beramiz. Tabrik so'zlarimizga navbat beramiz. Barcha insonlarga beramiz. Ketib qolish yo'q, sababki hali shoira xonim bilan ularning qudalari ham davrada chiqib chiroyli so'zlar aytishadi. Shunday ekan to'y tomoshamizni davom etamiz. Qirolicham ko'chaga chiqib, qirollarning qiroli keldi. Senga berib shirin va'dalar, seni olib ketgani keldi.
uchun voqealar gapirib borish kerak bo'ladi. Degan mehmonlarimiz o'qiganlarga rahmat. O'zi aslida odat bor, musulmonchilikda bilasizlarmi? Kelish mezbondan, mehmondan ketish mezbondan. Tamom mezbon ruxsat bermaguncha ketishimiz kerak emas. Lekin bugun to'yda tomoshabimizda keladi. Endi bu aynan achitib chiqib ketish. Oxirgi kunimizda. Mehmonlarimiz oldida chiroyli gapirib olamiz. Bo'ldi. Agar kelishmoqchi bo'lsalar Iltimos, sizdan kelgasini aytmayman. Hodisa Qo'shgan